Insult bo'lishdan oldin tana beradigan 5 ta signal. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Sizlar uchun manfaatli, foydali bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz juda ham muhim mavzu to'g'risida gaplashamiz. Insult kasalligi ko'pchilik birdaniga bo'lib qoladi deb o'ylashadi. Aslida tana uzoq yillar mobaynida yig'ilib kelayotgan muammoni insult bittada ko'rsatib beradi. Eng yomoni, tana beradigan xavfli signallarni oddiy charchoq, stress deb o'ylab odamlar beparvo bo'lishadi. Birinchi navbatda tanani yarmi ishlashda silabiylashadi, bo'shashadi. Misol uchun qo'lingizda narsa ushlayotganingizda bo'shashib tushib ketib qolishi mumkin. Oyoq qadam tashlayotganingizda oqsoqlanib, xuddi cho'loqqa o'xshab qadam tashlashingiz mumkin. Bu tanani yarmi bo'shashganligi bu insultning eng birinchi belgilaridan bittasi. Ikkinchisi, gapirishda qiynaladi. Ko'pchilik bemorlarda gapiradi, uni yon atrofdagilar tushunmaydi yoki gapirishga qiynaladi, gapira olmaydi. Ko'pchilik buni charchoq yoki bosimdan deb o'ylaydi, lekin bu insultning boshlang'ich asosiy belgilaridan biri. Uchinchisi, bosh aylanishi va muvozanatni yo'qotishlik. Sababsiz bosh aylansa, muvozanat saqlanmasa, yurayotganda biror tarafga olib ketadigan bo'lsa, bu insult boshlang'ich alomati bo'lishi mumkin. Ayniqsa, ko'ngil aynishi, ko'rishda xiralashishlik bo'ladigan bo'lsa, darhol tekshiruv kerak bo'ladi. Chunki ba'zi insult turlari aynan muvozanat markaziga ta'sir qiladi. To'rtinchisi, yuzni bir tomoni qiyshayshi va tortishib qolishligi. Bu eng tez bilinadigan belgilardan biri. Odam kulganda yoki gapirganda, ovqatlanayotganda labini biror tarafi osilib qolishligi. Uy sharoitida oddiy test. Bemordan kulishini yoki ikkala qo'lini barobar ko'tarishini so'rang. Agar ikkala qo'lini barobar ko'targanda biror taraf tushib ketsa, kulganda biror taraf simmetrik buzilish bo'ladigan bo'lsa, darhol tez yordam chaqirish kerak. Beshinchisi, kuchli bosh og'rig'i. U hayotida bo'lmagan darajada qattiq bosh og'riydigan bo'lsa, bu oddiy migren bo'lmasligi mumkin. Agar ko'rish pasayishi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, bu miya faoliyati bilan bog'liq jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu belgilarning qaysi birida sizda bo'ladigan bo'lsa, bu xavfli belgi hisoblanadi, insultdan oldingi alomat hisoblanadi. Bunaqa belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, birontasi darhol shifokorga murojaat qiling. Men doktor Xurshid qariyb 10 yildan beri 500 ga yaqin bemorlarni insultdan keyin qayta oyoqqa turishlariga yordam berib kelyapman. Agar siz yoki yaqinlaringizda insultdan keyingi falajli yoki nutqda muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Toshkent shahri ichida uyingizga borib barcha muolajalarimizni aniq qilib beramiz. Buning uchun mana bu raqamlar orqali menga aloqaga chiqing, o'zim sizlarga podrobniy tushuntirib beraman yoki kommentariyada savolingizni yozib qoldiring, o'zimiz javob beramiz.